Assalomu alaykum. Keling, bugun qoshimizni bo'yashni o'rganamiz. Bu qosh bo'yog'imiz 1 oylik qosh bo'yoq. Keyingi videolarimizni ko'rsangiz, men qosh bo'yoqni ko'rinishini, qanday bo'yashlarini, tartib-qoidalarini tushuntiraman. Qoshimiz terilmaydi. 1 oylik qosh bo'yog'imizni ham bo'yash usuli biroz boshqacharoq. Haftalikka nisbatan videoni kuzatib tursangiz, qanday bo'yaganlar hammasi ko'rinadi. Keyingi videoda o'zimda surtib, rasmlarni qanaqa ko'rinishda bo'lishini, qanday tayyorlanishini hammasini ko'rsataman. Keyingi videoni kuting. Menga podpiska, obuna bo'ling. Bundan-da zo'r narsalarni joylab boraman. Qoshimiz juda ham siyrak. Oldi uzoq ancha. Juda yaqin qilmaslikka harakat qilamiz. Klientimiz kaltaroq qosh xohladi. Tolasi ham juda ham och. Bu 1 oylik qosh bo'yog'imiz tolaga ko'proq ishlov beradi. Teridan o'chgan taqdirda ham tolamiz 1 oy mobaynida qorayib, rangi to'g'ri bo'lib turadi. Bu qosh bo'yog'imiz hozir jigarrang rangini ishlatdik. Oxirida ko'rasiz rezultatini, qanaqa rang chiqishini. Videoni oxirigacha kuzating. Kommentariyaga izohingizni yozing. Like bosing, obuna bo'ling. Xudo xohlasa ertangi videoda o'zimda qo'yib, ko'rsatib, qanday tayyorlashlarini hammasini to'g'rilab, joylab qo'yaman internetga. Bu bo'yog'imiz 1 oy turadi. Narxi oldingi bo'yog'imizga nisbatan ozgina farq qiladi. Birozgina farq qiladi. Lekin ishi juda ham chiroyli chiqadi. Tiniq, silliq, zo'r chiqadi ishi. Olib, foydalanib ko'ring. Keyingi videoni kutsangiz, men bo'yoqni holatini, ko'rinishini, qanday tayyorlashlarini hammasini chiqaraman. Xudo xohlasa kuzatishda davom eting. Deyarli mana qoshimiz tayyor. Ko'rishingiz mumkin. Qanday ishlash texnikalarini ham o'zimda qo'yib, ko'rsatib, tushuntirib beraman. Qoshimiz tayyor va posli holati. Mana shunday oladi, jigarrang rangi bu.